Buzib talon-taroj qilib olishgan, yer maydonini davlat ehtiyoji uchun olishgan, lekin sud qarori odilona bo'lgan. Menga mulkdorga yetkazilgan zarar qoplansin, yeriga teng miqdorda yer maydoni ajratilsin degan Qo'qon tuman sudini qarori. Buni o'zlariga tegishli joyida olib ketishdi. Endi menga tegishli joyida bular har xil o'yinlar bilan meni mulkimni bermaslikka harakat qilyapti. Bu o'yinlar, mana misol uchun buni men mulkim xo'jalik sudini qarori bilan mixlangan. Buni hech kimni daxli yo'q bunga. Bu o'yin shunday bo'lyaptiki, buni fuqarolik sudi bilan bekitishmoqchi bu nima. Buni prokuror, bu sudlar buni vakolati yo'q, siz tushmaydi. Mana endi yosh prokurorlarning gapi gap. Biz mulkdor, tadbirkor, investitsiya qo'ygan ba'da qolaveryapmiz. Va shunaqangi vayronagarchilik, noqonuniysizlik, shunaqa nima qilaylik o'rtoq prezident? Mana hech kundan beri nima qilyapman, murojaat qilyapman, hokim Abdulla Aripov, mana endi bir prokuror ham parvo qilmaydilar salkam 7 oydan beri. Prokurorlar fuqarolik sudini qo'llab-quvvatlab, meni xo'jalik sudimni yo'qqa chiqaryapti. Bu o'rtoq prezident, bu hech qayerda yo'q bunaqa narsa. Bu tashkilot bilan tashkilot bo'lgandan keyin xo'jalik sudi bo'ladi, iqtisodiy sud bo'ladi. O'rtoq prezident, bular nimani hech qanday nimasi yo'q. Xo'jalik nimani fuqarolik sudini hech qanday hujjati yo'q. Nol hujjat, hech qanday soxta hujjatga, soxta pechat, soxta shtamp, soxta nizom, hamma yo'q soxta. Birorta qonuniy hujjat yo'q, o'rtoq prezident. Buni men sizga ko'p murojaat qilyapman. Buni menga qonun to'g'ri bersin. Buni kelib ularning gapi gap. Biz qolaveramiz. Veteran turudamisiz, qancha pul sarf qildingiz? 4,5 million nimani dollar pul sarf qilganmisiz? U o'tga kutdimi, suvda cho'kdimi? Bu nimani gapi gap? Prokurorning gapi. U nima qilib beribdi? Mana meni oldimda misol prokuror nima qilib beribdi? Mana Farg'onani 4 ta prokurori 2 pul qilib turibdi meni gapimni. Men ularni 2 pulga olmayman. Nimaiki, men mulkdorman. Men davlatga o'tkazib qo'ygan odamman. Ular bizni qonun buzib gapimish. Buni men buni faktlar bilan nima qilyapman o'rtoq prezident. Chora ko'rib, tergov chaqirmasangiz bo'lmayapti o'rtoq prezident. Nima qilayman? Ayting, maslahat bering. Yo yuraveraymi? Hali kun aytganimdek kallani tutib beraverarkanman, ular cho'p tashardi ekan nima qilib turib. Bu nima? Prokurorlar gapimish. Kim qamaydi ularni? Mana ko'ryapmiz, hamma yo'q. Bayroqni xalqni bu milisa, prokuror, sud bu xalqning dushmani. Xalq bir tomonda, ular bir tomonda. Shu nima qilib xalqni qamash? Shu chora ko'rsatmasangiz o'rtoq prezident bo'lmaydi. Yana talabim. Endi mana 4 ta prokurorning gapini gap qilib, meni 4,5 million dollarlik nimani nolga chiqarib turibdi. Mana nimalar. Buni oxiri men davlat xavfsizligiga, Farg'onaga hujjatlarni topshirib, men nimaga yozmadim prokurorga. Kerak emas. Aytdim, ularga chiqarmang, o'zingiz ko'ring dedim nimaga. Mana bo'layotgan ish tergov nimaga chaqirmaysizlar o'rtoq prezident? Nimaga aytganingizni qilmasa indamaysiz o'rtoq prezident? U to'yibdilar o'zi dangasa bo'lib qolibdi nima. Bu Vazirlar Mahkamasi hammasi
Abdulla Aripov, ichki ishlar, prokuratura hammasi uyushib turib haqni itaveryapti. Boshini qil. Xohlagan joyga bor deyapti. Buni endi men shunday talabim shuki, Vazirlar Mahkamasini tarqating. O'rta odilona davlatlarda shu prezident yangi bo'lsa, kabinet ministrini almashtiradi. Siz bo'lgandan beri almashgan yo'q bular. Qayrib ketdi. Shuning uchun nimani talabim, nimani Vazirlar Mahkamasini tarqating. Sudlarda bitta Farg'ona viloyatida 26 ta sud jinoyat qilyapti. Talon-taroj qilyapti. 4,5 million dollar mulkini talon-taroj qilyapti. Sudlar hammasi aytibman, birorta qonuniy hujjat yo'q, ularni tasdiqlaydigan.